Assalomu alaykum YouTube. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi videomiz. Namangan viloyati 3 tumani Bo'ston NFga o'rnatib berdik. Kim xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Yoqib, sinab ko'rdik. O'ta go'zal holatda. Umuman tutunib qaytarmaydi, xudo xolasa shamolni bir tiyinga olmaydi. Yo'llari abisobga qishlari bilan hamyonni o'zimiz olib kelib, o'rnatib yoqib berdik. Pechka 1 metrli. Ikkita xonani bemalol qishda xudo xolasa isitib beraveradi. Oldi tomoni, orqa tomoni. Orqa tomoni ham shoklar обязательно chiziladi. Tozalangan joylari to'rlik lista bo'ladi. Pechka vodiy bo'ylab o'rnatib yoqib beraveramiz. Aloqa etib ko'raverasizlar, kimga xizmatlar kerak bo'lsa. Ko'nikalari bor. Uyga sement xum shiperdan chiqadigan bo'lsa, az busturib qo'yadi. Buni olib, o'rnatib yoqib beramiz. Tortishlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bosib, podelitsiya qilib